O'zbekiston metallurgiya giganti mamlakatning eng yirik metallurgiya zavodi qanday ishlaydi? Samarqand metallurgiya zavodi O'zbekistonda po'lat ishlab chiqarish va qayta ishlashda yetakchi bo'lib, MDH va Yevropa mamlakatlariga eng yirik hajmda mahsulot yetkazib beruvchi yirik korxona hisoblanadi. Uning bu darajaga yetib kelish va rivojlanish yo'lini sizlarga aytib beramiz. Bu O'zbekistondagi eng yirik po'lat ishlab chiqaruvchi va MDHdagi yetakchi korxonalardan biri bo'lgan Samarqand metallurgiya zavodidir. Zavod po'lat ishlab chiqarishda yurtimizda mutlaq peshqadam bo'lib, MDH davlatlari ichidagi yirik korxonalardan biri hisoblanadi. Zavodda ishlab chiqarish to'xtovsiz 2 smenada olib boriladi. Bu esa mahsulotlarni o'z vaqtida, uzluksiz yetkazib berish, yiliga 500 ming tonnadan ortiq po'latni qayta ishlash va 1800 nafar xodimni doimiy ish bilan ta'minlashga yordam beradi. Sovuq prokatlangan, ruxlangan po'lat va polimer qoplamali po'lat kabi mahsulotlar turlari mavjud. Mahsulotlarimiz Qozog'iston, Rossiya, Ukraina, Polsha kabi 10 ta yaqin xorijiy mamlakatlarda talabgirdir. Biz rivojlanish, ishlab chiqarishni kengaytirishda bardavommiz.